Hurmatli 4 yil avtomobil 111 podpischiklari, hammaga assalomu alaykum. Biz o'z ishimizni davom etamiz. O'zimizni YouTube kanalimizda ko'p vaqtdan beri video ishlamay yurdik. Bakina xudo xolsa ishimizni, videolarimizni ko'rsatib boramiz. YouTube ham dim katta e'tiborimizni qaratamiz. Xullas, biz toza proyekt boshlaymiz. Cobalt 2025 MCM Midnight. Eng oxirgi full pozitsiyasidagi Cobaltni katta spiska etib, toza ishlarni boshlab, polniy spiski bilan tuninglarni boshlaymiz. Sizlarga qiziq bo'ladi bizning videomiz. Oxirigacha diqqat bilan videomizni tomosha etinglar. Sizlarga manfaatli video bo'ladi. Iminni shu Cobalt uchun eng kerak narsalarni men sizlarga yoritib beraman. Xullas, bu Cobaltda biz ko'p narsalarni ishlab boshladik. Toza mashinamizlar, hurmatli podpischilar. Toza mashinadan keyin agar sizlar imkoniyatlaringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, o'zlaringizga yaxshi maksimal darajada sharoit etacak bo'lsangizlar, ozgina rasodimdan qochmanglar. O'tido kerak narsalarni ishlatinglar. Biz bu mashinamizni skromniy narsalarni ishlatamiz. Toza mashinamizda eng birinchi kerak narsa nima bo'ladi bu yerda? Shuma izolyatsiya bo'ladi. Shuma izolyatsiyani yaxshi ustaga ishlatish kerak, yaxshi materialdan foydalanish kerak. Shuncha so'mda dum ko'p odam bizlarga tilib aytadi. Shunki nodan gap chiqadi baqa. Sizlar shuni men sizlarga yoritib beraman. Hech kim aytmagan narsani men aytaman. Diqqat bilan eshitinglar. Qaranglar, shunkini pul nedan gap chiqadi? Birinchi o'rinda ishlatilajak materialdan gap chiqadi. Ishlatilajak material misol uchun yaxshi bo'lsa, pul ham shuna loyiq qimmat bo'lib boraveradi. Misol uchun yana Noisoftni bilasizlar, Toshkentdagi premium eng kuchli tuning servis bor, tuning house degan, shundan foydalanadi ko'pincha. Noisoft undan tashqari ham dim ko'p materiallar bor, lekin Noisoft ham yomon narsa emas. Xullas, davom etamiz. Shumkini asosiy summasi birinchi o'chirtda materialdan gap chiqadi. Ikkinchi o'chirtda esa professional ustadan gap chiqadi, narx-navosi. Shumkini 2 million so'm ham ishlasa bo'ladi, 5 million so'm ham ishlasa bo'ladi, 10 million so'm ham ishlasa bo'ladi. U o'zlaringizni budjetingizdan gap chiqqan holda bo'ladi. Xullas, chumchuq so'ysam, qasab so'ysin, bakini ina ustadan so'raymiz. Marhamat, hozir ustamizdan 1-2 video ina savol-javob o'tirib beramiz. Ustamiz haqida ma'lumot beraman. Ustamiz ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, avtomobil 111 jamoasida ishlagan Ahmad degan ustamiz bo'ladi. Men o'zim bu tuning sohasini misol uchun girib kelganim, misol uchun 8 yil bo'lgan bo'lsa, mendan avvalda ish boshlagan. Kelamiz yana. 1 minut hozir ish beklab turamiz. Bak ustamizga ko'rsatib beramiz. Kenglar. Assalomu alaykum hammaga. Yo'q, o'tirib so'rayver, o'tirib. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Shum sohasidan xohlashini 10 yil bo'ldi pashta ishlaymiz. Yana ishlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Eng zo'r, yaxshi premium materiallardan ishlaymiz. Noisoftlardan. Tarbiyadan deyin ko'rsanglar bo'ladi. Tarbiyadan deyin eng katta e'tibor beriladigan tarbiyadan deyin bo'ladi. Eng shumni tarbiyadan keladi ko'pincha yana. Zo'r materiallardan cho'tga edib, germetiklab yana hamma narsani birim-birim germetiklab zo'ratib, cho'tga ishlatamiz. Provodlar hamma narsa обязательно vatin o'ralib, zo'ratib ishlansa, ish sifatli chiqadi. Aynan teylarni e'tibor berasizlar. Обязательно shunday deb ishlasa, zo'r chiqadi. Bo'lmasa, boshqa narsaga garantiya bera olmaymiz bunday deb ishlanmasa, iloji yo'q. Yana nima bo'lajak bo'ladi? Agar pullar oz bo'lsa, masalan, byudjetliroq bo'lsin desa, birinchi, ikkinchi sloy degan narsalar bo'ladi, uchinchi sloy degan narsalar. Shularni sal olib tashlaymiz, taqir-tuqirlik qoladi, lekin bu daraja effekt bermaydi lekin. Bu daraja effekt bermaydi. Lekin shu daraja effekt olaman desanglar, puldan qochmaysizlar, cho'tga edib, zo'ratib chiqarib beramiz, sifatlatib, garantiyalarni berib. Rahmat usta. Xullas, endi baknama o'zim tushuntirib beraman. Xullas, tuning sohasida bizdan ham elde ish boshlaganlar bor, ko'p yillik tajribaga ega ustalarimiz biladi. Shu misol uchun shumkini yaxshilab chiqarish uchun men sizlarga aytib o'tdim-ku, 2 dona sababi. Yaxshilab diqqat bilan eshitib olinglar. Birinchi o'rinda material, ikkinchi o'rinda shu ishni ishlab berajak usta. Bo'ldi. Shu ikkisi yaxshi bo'lsa, ish sifatli chiqadi. Hali bu ish mashin 50% ishi bitdi, yana 50% ish qolib turibdi. Xudo xolasa a'lo darajada bo'ladi. Xullas, men sizlarga qo'rqmasdan tavsiya etib bilaman. Hozir shu videoni tengda ustamizning nomerini oldini yozib qo'yamiz. Avtoshum 001 deb o'zlari Instagram profil yuritadilar. Обязательно shuna podpisatsiya bosinglar, ishlarni ko'rib borasizlar. Telefon nomerlarini ham yozib qo'yamiz. Ahmad ustamizni hammaga tavsiya etamiz. Xullas, bakana endi keyingi narsaga o'tamiz. Mashinani polniy shunkatib bo'lgandan keyin keyingi etapi уже boshlanadi. Misol uchun agar ina Malibu bar qo'yaman desangizlar, Malibu bar уже tayyorlanadi. Buni o'zini
gerekli bo'lgan, yine o'zini kronşteynlari bo'ladi. Iminli misol uchun yine kobaltni o'zini kronşteynlari bo'ladi. Bu gerek narsa elektronli rushnoy chiplari o'zina maxsus hamma narsalari yaxshi narsalardan ishlataman desangizda ozgina rasxod bo'ladi. Shu rasxoddan qochmayman desangizda ish sifatli chiqadi. Xullas biz hozir bu kobaltimizga Malibu barni eng yaxshisidan qo'yatimiz. Bundan tashqari yine qaranglar. Mashin oldingizlar, hozirgi kunda shtrafa tushmayman desangizda reklama etib o'tamiz. Neoline. Neoline hakkından bir iki ma'lumot berib o'taman. Neoline antiradari O'zbekiston bo'yicha topoviy darajada birinchi o'rinda turadigan antiradar shu Neoline bo'ladi. Shaxsan o'zlarimiz Avtomobil 111 jamoasi 2017-yilda hammadan birinchi, yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. 2017-yilda hammadan birinchi dokumentalniy dogovor tuzgan shu firma bilan. Bizdan olsangiz, biza ofitsialniy shu firma bilan dokumentalniy dogovorimiz bor. 1 yil davomida sizlarga besplatniy proshikka etib beramiz. Mashina besplatniy, nechik mashina bo'lishini qat'iy nazar besplatniy mashina qo'yib beramiz. Eng kuchli professional elektriklar ishlaydi. Bundan tashqari esa 1 yil davomida nastroyki programma proshikalarini shaxsan o'zim tuzib beraman. Eng zo'r tanlov Neoline. Neoline'ni eng zo'r modelini qo'yaman desangizda 8800 7800 ni tavsiya etamiz. Xullas, yine radarimiz yetdi. Neoline tavsiya etamiz. Endi ikkinchi masala yaxshilab videoda ko'rsatib beramiz. Yine diqqat bilan ko'rib olinglar. Nolabas qo'yibdi. Premium class model 38. Keyin hozirgi kunda Instagramda, YouTube'da ko'p ko'rib turibsizlar. Tuhmat ko'p bo'lib turibdi. Tuhmatdan o'zingizni asiyman desangizlar, обязательно puldan qochmang, video registrator qo'yinglar. Video registratordan turdim ko'p. Endi men sizlarga yana ochiq gaplarni, ma'lumotlarni beraman. Hech kim sizlarga ochiq ma'lumot bermaydi bu sohada. Bizlar обязательно podpisatsiya bosinglar, afsuslanmaysizlar. Ochiq ma'lumotlarni shaxsan o'zim bundan keyin yaratib boraman. Xullas, video registratorning hozirgi kunda bo'lar bo'lmas turlari dim ko'p. Men sizlarga yaxshisini tavsiya etaman. Yaxshisi yine 3 kameralı qo'yaman desangizlar, Dominant degan firma bor, MRC degan firma bor, Lemicam degan firma bor. Shularni men sizlarga tavsiya etaman. Lemicamda hozircha 2 kameralısı bor, 3 kameralısı ham ishlab chiqaramiz deb turibdi bizlar firma. Akkab beramiz deb turibdi. Sizlarga tavsiya etadiganimiz 3 kameralarni yine MRC degan firmani tavsiya etamiz. 4K formatda zapis etadi. O'zida 64 GB fleshkisi bor. Bundan tashqari, bilib qo'yinglar, undan tashqari hech qaysi video registratorda GPS navigatsiya sistemi yo'q. Bunda bor. GPS bilan birga zapis etadi, sinovdan o'tgan. Hammaga yana shuni tavsiya etamiz. Keyingi qo'yiladigan narsalarni sizlarga aytib o'tamiz. Keyingi qo'yiladigan narsalar, hurmatli podpisчиклар, mashina olgandan keyin обязательно bizlarning 4 yil territoriyasida linoleum ishlash shart. Bizlarning chexolchi ustalarimiz haqqında ma'lumot beramiz. Bizlarning chexolchi ustalarimiz yaqinda chiqqan, bo'lar bo'lmas, bilar bilmas ustalar emas. Eng yaxshi ustalar bizga ish haqi qo'yibmiz. Eng yaxshi ustalarimiz 15 yillik tajribaga ega bo'lgan ustamiz bor. Ikkinchisi 10 yillik tajribaga ega ustamiz bor. Tanlovda adashmanglar. Yaxshi usta mashinangizga qo'l ursa, mashinangiz ishonchli qo'llarda bo'ladi. Bu narsani hamma yerdan sotib olsanglar bo'ladi. Meni do'konim bo'lsin, boshqa do'kon bo'lsin, hammada bor bu narsa. Qurmanda emas, hammada bor. Lekin ustalikka kelganda eng yaxshi professional ustalarga sizlar ishlaringizni topshiringlar. Nechun men hamma kuyib pishib, yonib so'rayman. Sababi hozir bilar bilmas ustalar dim ko'payib ketdi 4 yilda. Men hammasini omad tilayman. Ishlarini muvaffaqiyat tilayman. Lekin hali ularning tajribasi, hali standartga javob bermaydigan ustalar bor. Shuning uchun men sizlarga tavsiya etaman. Nida ishlasangizlar ham o'zini ishga javob beradigan, avvaldan ishlab bilgan ustalar ishlatinglar ishlaringizni. Xullas, ishga qaytamiz. Tajribali ustalarimizning xizmatidan foydalanaman desangizlar, bizda yana o'zimiz ustalarimiz linoleum tikib qo'yib turibdi. Bu mashinning ishi hamma yeri qora bo'lgani uchun yana qora svet linoleum qo'yiladi mashina. Bundan tashqari sizlarga eng zo'r firma tavsiya etamiz hozir yana qaranglar. Eng zo'r firma yaqinroq akka ko'rsatib beramiz. Eng zo'r firma shu vaqtgacha O'zbekiston territoriyasida hech kim uyaltirmagan firma bor. Bu firma qaysi? Kardinar. Kardinar firma bilan yana bir reklama etib o'taman. Shaxsan Avtomobil 111 2020-yildan boshlab
polni dokumentalniy dogovor bilan hammadan oldin 4 yil territoriyasida biza kirgizganimiz Kardinal degan brendni. Men maqtab turganim yo'q. Haqiqat gapni aytib turibman. Bu gapni aytib ishlayman. Bo'lmaydigan gapni, bo'la bo'lmas gapni men so'lamayman. Menga yarashmaydi bu narsa. Bu gapni so'layman. Shaxsan o'zim birinchi bo'lib Kardinal brendini 4 yil shu ofitsialniy katta Isuzu yetib shaxsan avtomobil 111 biza kelganmiz. Qaranglar. Kardinalni hozirgi kunda eng kuchli modellari bor. Eng kuchli modellaridan birisi bu Kardinalni toza chiqqan 37 degan modeli. Yaqinroq kamerachimizga qarasanglar, men sizlarga bir sirni aytaman. Hozir hamma do'konlarda Kardinal deb sotib o'tirgan chexollar bor. Qaysi modellari? Scorpion, Alfa. Bular hammasi dublikat versiyalari bor. Dublikatni nedan bilasizlar? Birinchi o'chitda yana 3 so'mkida keladi. Kardinal degan etiketkasi bo'lishi kerak. Undan tashqari Chissig original Kardinal degan chexol bilib qo'yinglar, Blombuda keladi yana. Yana bir sirni aytaman sizlarga. Blombuda keladi yana. Shu Blombuda kelgan chexol Kardinal hisoblanadi. Boshqasi hammasi fake, hammasi tufta narsalar, ikkinchi, uchinchi sort narsalar bo'ladi. Shunday diqqat bilan qaranglar, aldanib qolmanglar. Nechun kuyib pishib yam so'lab turibman, hurmatli klientlar. Sizlar pulni osonlik bilan topmaysizlar. Pulni osonlik bilan topganingizdan keyin pulni halollab biza klientlardan olishimiz kerak. Bizani videomiz sizlarga manfaatli bo'lsin. Sizlarga manfaatli bo'lsa, bizlar ham bir savobga ozgina bo'lsa ham bir 1% bo'lsa ham savob olgan bo'lamiz. Nechun? Sizlar pullaringiz yaxshi narsaga sarflansin. Shuning uchun men kuyib pishib ham sizlarga so'ylab turibman. Endi bu yakini o'zingiz bilasizlar. Xullas men qo'ldan kelgancha sizlarga tavsiya beraman. Qaranglar, bu videoni, bu tavsiyalarni hech kim bermagan. Men berib turibman. Nechun? Haqiqatni hamma bilishi kerak. Fake narsani, original narsani xalqimiz bilishi kerak. Xullas, davom etamiz. Endi mashina eng zo'r chexol qo'yildi, yana Kardinal. Vam ketdi. Bu mashinaga ko'p narsalar qo'yiladi. Keyin mashina start stop qo'yiladi. Start stop eng yaxshisidan start stopni ham aytib o'taman. Vatan degan firmaniki nomer 1 bo'ladi. Vatandan уже dublikati chiqqan. Ehtiyot bo'lasizlar. Vatanni dublikati bilan farchikisini sizlar misol uchun agar original bilan fakeini bilaman desizlar, 4 yil avtomobil 111 degan bizani Instagramda saytimiz bor. Shuna gelsangizlar, Instagramda bizani shu ikkisini men sizlarga videosini ko'rsatib berib qo'yibman. Qaysi original emas. Men shaxsan o'zimni Cobalt'imda original emasdan tushganman. Hattoki men o'zim do'konchi bo'lsam ham, o'zim yaqinda bildim shuni, original emas, уже xilisi chiqqan. Shuni farqlashni sizlarga videosini ko'rsatib berib qo'yibman. Xullas, bizani kuzatib turinglar. Biz sizlarga to'liq foydali ma'lumotlarni beramiz. Davom etamiz. Bu mashina biza undan tashqari elektrik ishlari ishlab turilgan vaqti bunga signal ham qo'yamiz. Signal ham kerak narsa, mashinaning o'zining signali yaxshi emas. Shuning uchun signal qo'yib beramiz. Undan tashqari obesopkilarni o'zgartiramiz, black piano. Buni ham yaxshisidan qo'yib beramiz mashina. Keyin davom etamiz. Endi kamerachimiz ichida girsin, men bu yerdan gap tushuntiraman. Patologini ko'rsatamiz. Qaranglar. Qarab tursangiz, qop-qorayna. Bu o'zi aslında hozirgi 2025 Midnight MCM ile hamma yeri qora bo'lib keladi ekan. Lekin bir dona shu patologni baribir seriyat chiqarganlar. Patologlari, stoykilari, hammalari seri bo'lib kelgan. Biz shuni avtotikandan yana qaraytib berganmiz. Buni kimlar ishlab beramiz? Bizani qisqa midolama ishlab beramiz. 2-3 kun, 4-5 kun. Menga mashina kerak emas. Meni mashinam boshqa mashinam bor. Sizlar qisqa midolama sifat kerak desanglar, ozgina vaqt cho'ziladi. Buni ham ishlab beramiz orasida. Buni ham yana eng yaxshi ustalar ishlab beradi. Yana hozir ujina ko'paklar yana bitgan yana. Belar o'zi seri bo'lib keladi, biz yana qaraytib berganmiz. Davom etamiz. Xohlasanglar, akustika qizsanglar, akustika yo'llarni ham uzatib beramiz. Endi bu mashin skromniy, bir katta yoshli odam haydagani uchun bunga akustika menga kerak emas dedi, boshqa hamma narsa ishlayotir mashin. Davom etamiz. Xullas, hurmatli podpischilar, bizani videolarimizni diqqat bilan bundan keyin kuzatib turinglar. Afsuslanmaysizlar, nima uchun? Hech kim bunaqadir video chiqarmaydi YouTube'da 4 yil bo'yicha. Shaxsan o'zimiz chiqarib boshlaymiz. Bu ishni, tuning sohasini
noldan top oxirigacha C sinatini men sizlarga aytib boraman. Bizlarni kuzatib turinglar, afsuslamaysizlar. Bizlar kanalimizga podpisatsiya bosinglar. Bizlarni jamoamizni videolarini rivojlanishda ozgina bo'lsa ham sizlarning hissalaringiz qo'shilsin. Videolarimizga yaxshisa like bosib turinglar. Shu videoga kommentariya qo'llangancha bizlarni podpishka etib tursangizlar, biza shundan yana ilhomlanib, yana keyingi videolarni chiqarishda biz davom etamiz. Hammaga rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Mabodo shunday tuning xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa 99 388 4 dana biri bemalol tilbatib kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Xayr.